Bu shamollaganimizda yaxshi ko'rib ichadigan Tiraflu. Davleniya chiqqanda qaysi dorilar mumkin emas? Qon bosimi baland yurgan odamlarda palapartish, noto'g'ri tabletkalarni qabul qilish nojo'ya ta'sirlarga, ya'ni gipertenziyaga sabab bo'lishi mumkin. Bu qanday dorilar? Ko'p o'zimizda iste'mol qiladigan, isitma ko'tarilganda ishlatiladigan, og'riq paydo bo'lganda qabul qilinadigan og'riq qoldiruvchi dorilarimiz. Bular eng mashhur ibuprofen, diklofenak va indometazin shunga o'xshash dorilarimiz, Nemesil shunga o'xshash kabilar. Ikkilamchilari bular asosan antidepressantlar, ya'ni nevropatologlar tomonidan yozilgan maxsus dorilar qon bosimimizni oshirishi mumkin. Uchinchi dorilarimiz bular kofein saqlovchi maxsus dorilar, ya'ni Eutralkok, ya'ni shunga o'xshash dorilar. Bular hammasi qon bosimini ko'tarishi mumkin. Bundan tashqari maxsus gormonal preparatlar, ya'ni ayollar ichadigan gormon terapiya yoki maxsus prednizolon, deksametazon qabul qiluvchilar, bularda hammasida qon bosimi ko'tarilishi mumkin. Eng asosiy muhim dorilardan yana bittasi bu shamollaganimizda yaxshi ko'rib ichadigan Tiraflu va maxsus misol uchun ayollar Insti yoki shunga o'xshash parashokli og'riq qoldiruvchi dorilarimiz hammasini tarkibida fenilftanin bo'lganligi uchun ularning hammasi qon tomirlarini toraytirib, qon bosimimizni ko'taradi. Siz qon bosimingiz oshganda qanday dorilarni qabul qilasiz? Kommentariyalarda o'z fikringizni qoldiring.